Allah'ını bilish. Asonlashtirilgan iymon yurishligi birinchi qism. Ikkinchi nashri. Abduri Muhammad al-Jibali. Üçüncü bab Allah'ın isim sifatları. Allah'ını tanışının usulleri. Allah'ını Kur'an, sünnet arqılıq tanış. Biz Allah Subhanahu ve Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki özü hakkındaki bayanları ve Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisleri arqılıq bizge bildirgen malumatlardan Allah Subhanahu ve Teala hakkında çoğunqur düşüncege ega bola alaymiz. Biz Allah Subhanahu ve Teala'nın isim sifatlarini mu Kur'an sünnetini öğrenimiz. Allah özünün Kur'an sünneti bayan kılıngan en güzel isimleri ve en mükemmel sifatları arqılıq tanılıdı. Bu isim sifatlar bizni Allah hakkında bilişimiz kerek bolgan barcha bilim bilen ta'minlaydi. Allah'ni mahlukatları arqılıq tanış. Biz yine dünyadaki Allah yaratkan katta şeylerini köygünümüzde şula arqılıq Allah Subhanahu ve Teala hakkında nurgun düşüncelerge ega bola alaymiz. Allah'ni to'g'ri tanishning mushundaq ikkili yo'li bor. Allah'ın mahlukatlari hakkında tefekkür qilganimizda biz onun ulug'liqini bilalaymiz. Çünkü o biz ko'rib turgan mushuncha vala bepoyon ve g'oyat zo'r olamni yaratgan. Biz onun ilminin cheksiz ekanligini bilalaymiz. Çünkü o nima qilish kerakligini eng yaxshi bilguchidir. Biz onun rahim shafqatining cheksiz ekanligini bilalaymiz. Çünkü o bizga ve bütün mahlukatga ko'ynidi. Ularni parvish qiladi. Biz Allah'ın cheksiz hikmet sahibi ekanligini bilalaymiz. Çünkü Allah hamma ishni en mükemmel şekilde qilg'uchidir. Allah'ın güzel isimleri. Allah'ın isimleri tamamen güzel ve mükemmel bo'lg'achqa en güzel isimler deb atıldı. Allah'ın güzel isimleri Kur'an ve sahih sünneti bayan kılıngan. Hiç kimnin Allah için isim icat kılış hakkı yok. Allah'ın isimlerinin sani. Allah Subhanahu ve Teala'nın güzel isimleri nurgun bulup, onun sanini fakat Allah özü bildi. Allah ulanın arasındaki yüzdün köprekini Kur'an, sünnet arqılıq bizge bildirgen. Biz Rabbimizni tanış üçün onun isimlerini imkaniyetimizden yetişçe köp öğrenişimiz gerek. Allah'ın bizge ma'lum bo'lgan isimler arasında alohida ta'kidlangan ismidan 99'u var. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılıngan hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam şundaq degan. Tercümesi: hakikaten Allah'ın bir kem 100 yani 99 ismi var. Kim ularni sanısa yani ügünüp şunun taqazzası boyunca amel qilsa cennetga kirdi. İmam Bukhari ve İmam Muslim toplagan. Allah Subhanahu ve Teala'nın 99 ismini sanaş, ularning sonini sanab qo'yishni ko'rsatmasdan, birinchidan ularni bilishni, ikkinchidan ularning ma'nosini tushunishni, uchinchidan ularni bilganga ve tushunganga loyiq shaklda yashashni ko'rsatdi. Masalan, biz Allah Subhanahu ve Teala'nın as-sami' yani anlıqçı ekanligini bilginimizde onun barcha mahlukatının her qandaq vaqtdagi, her qandaq joydagi ovozini anglaydiganligini tushunamiz. Ana shu chaqda biz yolg'onchilikdan ve yaman so'zlarni qilishdan hazar qiladigan,
Faqat Allohni rozi qiladigan gap so'zlarni qiladigan bo'lamiz. Alloh xolasa ana shu ravishda biz Allohning ismini to'g'ri sanagan ahso bo'lamiz. Allohga nisbat berilgan ba'zi xato ismlar. Biz tamlog'i esib qo'yiladigan yoki Qur'onning ichi muqovalariga besiladigan Allah subhanahu va taolaning 99 ismi yozilgan jadvallardan ehtiyot qilishimiz kerak. Bu ismlarning ba'zilari Qur'ondan elingan bo'lg'achqa to'g'ridir. Ammo 99 ismni o'z ichiga olgan ashu jadval daif hadisga asoslanganlik uchun xatodir. U jadvalda ma'nosi to'g'ri bo'lmagan ba'zi xato ismlarmi bor? Shunga biz atrofimizdagilarga ashu jadvaldan ehtiyot qilishni va bu jadvallarni uylarning, masjidlarning tomlariga osmaslikni jikilishimiz kerak. U jadvaldagi yana bir masala shuki, ba'zi kishilar ashundoq jadvalni tomga esib qo'yishni hadisda buyurilganidek Allohning ismlarini sanaganlik deb o'ylab oladi. Bu tamamen xatodir. Allohning ismlarini sanashning ma'nosi buningdan bakli keng bo'lib, yuqoridami bayon qilganimizdek Allohning ismlarini sanash deganlik bütün hayotda shu ismlarning taqozzosiga ko'ra yashash deganlikdir. Qur'on, sahih sunnatdan elingan ba'zi to'g'ri ismlar. Allah subhanahu va taolaning go'zal ismlarining ba'zilari tövendeki jadvalda ko'rsatilgan. Allah tercümesi ibadatga loyiq birdan bir haqiqiy iloh. Ar-Rabb, Rabb barcha shayning egisi va tizginlaguvchisi. Ar-Rahman eng mehribon. Ar-Rahim rahim shafqatiga loyiq bo'lganlarga rahim qilg'uchi. Al-Malik haqiqiy podshoh. Al-Quddus pok, eng mukammal, zinhar xatolik o'tkazmaydigan zot. Assalam tinch omonlik ato qilg'uchi. Al-Mu'min xotirjamlik beg'ishlag'uchi. Al-Muhaymin maxluqotning holidan xabar olg'uchi. Al-Aziz qudrat va shon sharaf sohibi. Al-Jabbar eng qudratlik. Al-Mutakabbir eng oli, eng ustun. Al-Khaliq yaratquchi. Al-Bari paydo qilg'uchi, yaratquchi. Al-Musawwir hamma narsani shaklga kirgizguchi. Al-Hakim cheksiz hikmat sohibi. Al-Alim hamma narsani bilguchi. Al-Basir hamma narsani ko'rguchi. As-Sami' hamma narsani anglag'uchi. Al-G'afur afu qilg'uchi. Al-Hayy mangu hayot. Al-Qayyum maxluqotning bütün ishlarini tizginlab turg'uchi. Al-G'ani hech kimga ehtiyoji yo'q. Al-Vadud haqiqiy mu'min bandalarni yaxshi ko'rguchi. Al-Vahhab ato qilg'uchi, berguchi. Al-Qadir hammaga qodir. Al-A'la eng ustun, oli. Al-Ahad yegana tangdishi yo'q zot. As-Samad hamma uningga muhtoj bo'lgan, u hech kimga muhtoj bo'lmaydigan zot. Allohning sifatlari eng kattadir. Biz ularni Allohning oliy sifatlari deb ataymiz. Allohning har bir ismining ma'nosi bor va shu ma'no bizga
Allah'ның ma'lum bir sübtini bildirdi. Günah ve küfrini öç körgüçi, barlıq yaxşılıqni yaxşı körgüçi, qattiq azaplıgıçı, afu qılgıçı, alim, katta, mehriban, en üstün, ali, hikmetlik, anlıgıcı, adil, körgücü, en şefkatlik, en kudretlik, mengü hayat. Allah subhanahu ve Teala'nın onun isminden kelip çıkmagan, yani Kur'an sünnette bivasite süpet şekilde bayan kılıngan süpetleri mi var? Ama onun barlıq süpetleri çokum Kur'an ve sahih hadislerden iliniş gerek. Allah özü hakkında başka her kandak birinden alimdir. O özünün süpetlerini toluq biladigan ve bizge onu eğitip berelaydigan birden bir zatdır. Allah'ın süpetlerinden bazıları yukarıda gösterildi. Biz Allah subhanahu ve Teala'nın süpetlerini biliş arkalık onu nihayeti yaxşı tanıyalayımız. Biz Allah'ın hayat ikenlikini, çeksiz kudret, ilim, hikmet sahibi ikenlikini bilelayımız. Biz yine onun cazasının qattiq ikenlikini, yaxşılıqni yaxşı görüp, yamanlıqni öç körüdiganlıqini bilelayımız. Biz keyinki babda Allah subhanahu ve Teala'nın süpetleri hakkında teximi tefsili toxtalımız. Allah'ın süpetlerini qandaq düşünemiz? Biz Allah'ın süpetlerini okugan yoki ügengende, bu süpetlerinin Adem yoki başka məxluqlarning süpetiga o'xshamaydiganligini har vaqt esimizde saqlashimiz kerak. Hamma məxluqatni Allah yaratgan. Shundaqla uning məxluqatlari uningga o'xshamaydi. Allah bizning yaşashimiz uchun zarur bo'lgan yemek-içmekliklarni yaratdi. Lekin u o'zi hech qanday yemek-içmekka muhtoj emas. Allah subhanahu ve Teala bu vaqtda mundaq deydi. Tercümesi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu müşriklarga aytqin ki, osmonlarni, zaminni yo'qdan bar qilguvchi Allohdan g'ayrini ma'bud tutamdim. Allah rizqlandırdı, rizqlandırılmaydı. Yani rizqqa muhtoj emas. Sure An'am 14. ayet. Allah bizning ve başka məxluqatning ishlarini bir taraf qilishda xotinga, balaga, yordamchiga muhtoj emas. U en qudretlidir ve her qandaq ishni o'zi yolg'iz ro'yobga chiqara oladi. U mundaq deydi. Tercümesi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, o Allah birdir. Hamma Allah'a muhtojdir. Allah bala tapqan mı emas, tug'ilgan mı emas. Hech kishi uningga tengdosh bo'la olmaydi. Sure İhlas 1. ayetidan 4. ayetigacha. Şu veciden biz Allah'ın en ulug' ve en kudretli ekenligiga, onun süpetlerinin mu en ali ekenligiga, bu süpetlerinin Allah'ın məxluqatlarının süpetiga o'xshamaydiganligiga iman etimiz. Allah subhanahu ve Teala mundaq deydi. Tercümesi: Hech şeyi Allah'a o'xshash emasdir. Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. Sure Şura 11. ayet. Allah'ın isim süpetlerini bilişinin faydaları. Ulug' Rabbimiz Allah'ın isim süpetlerini bilish bizning uni texmi yaxshi tanishimizga yordam qiladi ve Allah'a en to'g'ri shaklda qulchilik qilishni bizga o'rgatadi.
Allah'ın isim sübetlerini biliş bizning onun ulug'ligini ve hamma narsaga qodir ekanligini tushunishimizga yordam berdi. Bu hem bizga o'zimizning ne kadar ojiz ekanligimizni, Allohga ne kadar muhtoj ekanligimizni bildirdi. Allohning ism sifatlarini bilish bizga Allohga qarata ado qilishga tegishlik majburiyatlarimizni, ya'ni Allohning nimalardan rozi bo'lib, nimalarga g'azablanadiganligini o'rgatdi. Biz ham shu orqali Allohni qandoq rozi qilishni, qandoq qilganda uni g'azablantirmaslikni o'rganib olaymiz. Allohning ism sifatlarini bilish bizni Allohning katta mukofotlari va alamlik azoblardan xabardor qiladi. Biz shu orqali yaxshilik ustida turganimizda Allohdan nimalarni kutsak bo'ladiganligini, shundaqla nachar kishilarning Allohning qandoq jazosiga uchrashi mumkinligini bilib olamiz. Allohning ism sifatlarini bilish Allohga hurmat, ehtirom va kamtarlik bilan yelinishimizga yordam qiladi. Biz Allohga uning go'zal ismlari orqali duo qilamiz. Chunki biz Allohga cho'qim nihoyat tuvanchilik bilan duo qilishimiz kerak. Eng muhimi, yuqorida bayon qilingan hadisdan o'rganib olganimizdek, biz jannatga kirish uchun Allohning ismlarini o'rganishga muhtojmiz. Allohga bo'lgan haqiqiy iymonning turtkisida biz yaxshi va baxtli yashay olamiz. Boshqalarning yaxshilikqa noil bo'lishini umid qilib, hasadxo'rlikdan, yolg'onchilikdan, shaxsiyatchilikdan va boshqa nachar illatlardan nafratlanamiz. Biz cho'qim Allohga qarata ashundaq haqiqiy iymonga ega bo'lishimiz ve onu başkalarına öğütüşümüz lazım. Şunda qilsak, Allah'ın diniga yordam bergan bo'limizda Allah'ın yordamiga nail bo'la olamiz. Chunki Allah subhanahu wa ta'ala shundaq degan. Tarjimasi, kimiki Allah'ın diniga yordam beradigan, Allah onunga cho'qim yordam berdi. Allah albatta eng kuchlidir. Mutlaq g'olibdir. Sura Haj 40-oyat. Bilmaydiganlar. Allah subhanahu wa ta'ala to'g'risidagi bilimlar intayin oddiy va ro'shandir. Ya'ni bu ilm ko'zi haqni ko'rishdan ko'r bo'lib qolmagan, qalbi quluplanib ketmaganlar uchun to'limi ro'shandir. Nurg'un kishilarning bunu bilmesliki adamni hayran kaldırdı. Ular Allah'ın özlerinin yaratquchisi ve ilgisi ekanligini bilmeydi. Ular Allah'ın özlerini yo'qdan bar qilganligini bilmeydi. Ular Allah'ın özleriga kuyindiganligini, ularga hayotlik, sog'lomlik ve yemek içmek beradiganligini bilmeydi. Ular özlerinin faqat Allohga ibodat qilishga muhtoj ekanligini bilmaydi. Ular özlerinin nima uchun yaratilganligini, nima uchun yashaydiganligini, shundaqla o'lgandan keyin qayerga boradiganligini bilmaydi. Yuqorqilardan bexabar kishilar o'z hayotini yeb ichish, uxlab qo'pish, arzimas keyif safa ko'ngil etishlar bilan isrof qilib tugitdi. Ular favqulodda shaxsiyatchi kishilardir. Ana shular o'z hayotida o'z nafsini qondirishninla halakchiligida yurib, hech qanday yaxshilik qilmaydi. Allah subhanahu wa ta'ala tuvandagi oyatning keyingi yerimida bizga mushkul kishilardan xabar berib shundaq deydi. Tarjimasi: Şübhisizki Allah iman etgan ve yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Kafirlar hayoti dunyoda uning lazzatlaridan bahramand bo'ladi ve
chahar payladek yeb ichidi. Oxiratda ularning joyi davzax bo'ladi. Sura Muhammad 13-oyat. Bundaq kishilar yaxshi yomonni ayriy olmaganlikdan dunyoda fitna fasod va buzg'unchilik paydo qildi. Ular qaysi ishlarning Allohni g'azablantiradiganligini, qaysi ishlarning Allohni rozi qiladiganligini bilmaydi. Ular o'zini hidoyat qiladigan Allohni tanımaganlik uchun nishonsiz tingirqab yurishidi. Yer sharidagi kishilarning ko'pinchisi ana shu shaklda yashaydi. Ular Allohning ma'rifati va hidoyatidan qochadi. Allah buyurgan ishni qilmaydi. Ular kafirlardir. Allah subhanahu va taala bizni ularga o'xshab qolishdan o'z panohida saqlag'ay. Amin.